Jurnalistika universitetining talabasi bir kunda qancha pul sarflaydi? Bir kunda asosan shu 20-25 har xil bo'ladi. Ba'zida 50-30. Ko'pincha suvga, konservatorga, ba'zida obedga ketadi. Uyga bormagan kunlarim, kutubxonaga borgan kunlarim yo'l kiraga keyin asosan. Bir vaqt o'zida ishlaganligim uchun ko'p xarajat qilaman. Bir kunda 150 ming sarflayman kamida. Lekin nimadir xarid qilsam, nimadir qimmatroq joyga boradigan bo'lsam, 500 minggacha ketadi. Chunki biz zavodchimiz, ta'kidlab o'tganimdek, ham ishlab, ham o'qiganimiz uchun pulni ham shunga yarasha sarflaymiz, xarajatimiz ham shunga yarasha. Masalan, men 100 ming sarflayman o'zim. Asosan nimaga ketadi? Ko'pincha ovqatlanishga, aylanishga. Интересный вопрос. Конечно, xo'p, demak, men faqat talaba emasman. Bundan tashqari ishlayman ham. Вот, administrator bo'lib, shunga yo'l kiramga ko'p ketadi. Masalan, bugun ishga, o'qishga, keyin yana ishga qaytaman. Shuning uchun ko'proq taksiga va ovqatlanishimga pul ketadi. Где-то kuniga 50 mingdan tortib 100 minggacha ishlataman lekin. Minimum 150 ming, maksimum бесконечно. Asosan bizani insofli Yandex taksilarimiz 70 mingdan boshlanadi pik paytda va kuniga 50 ming, 60 ming, 70 ming ovqat yeysiz. Shu bilan minimum taqab ishlatsangiz 150 ming bo'ladi. Dальше уже sal qornim to'yg'izib yeyman desangiz уже 200 mingga chiqadi. Har xilasiga qarab, aniqlarimga qarab. Uncha ko'p ovqatlanmayman, ko'p suv ichaman. O'rtalarim bo'lishadi. Ko'p pulim suvga ketadi. Uzoq bo'lsa 50 ming. Men o'rtacha 80 ming, 100 ming sarflayman. Ovqatlanishga, keyin aylanishga qizlar bilan chiqqanimizda shunga ketadi.